Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa yana bir navesimizni o'rnatdik. Juda ham chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Bu navesimizni Farg'ona viloyati Yeppan shaharchasi Yovobga o'rnatdik, hurmatli aka-ukalar. Kimga shunaqangi naveslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Razmeri 3 metrga 3 metr bo'ldi. Kvadrat 9,5 kvadrat. Tepalarini tunikali qilib berdik. Stoykalarni lazerli qilib berdik. Holatini ko'rib turibsizlar. Katta darvozasiga, xudo xolasa zakaz berilsa, kattasiga ham o'rnatib beramiz. Materiallarga keladigan bo'lsa, stoykalarimiz 15 ga 15 bo'ldi. 2 lik stenkada. Profillarimiz polniy, tepadagilar ham 3 ga 2, 4 ga 4larimiz ham 1,5 qalinlikda bo'ldi. Общий summasi 6 million so'mga olib kelib tayyorlab, dastavkasini ham yo'g'ini qilib berdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar akalar.